Respublikamiz miqyosida o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tadbirlari doirasida Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan olib borilgan navbatdagi tezkor tadbirlar davomida fuqarolarning sog'ligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan sifatsiz biologik faol qo'shimchalarni noqonuniy ishlab chiqarish holati aniqlandi. Tadbir davomida Buxoro tumani Sheyxoncha mahallasida yashovchi fuqaro o'z yashash xonadonida bir guruh shaxslar bilan jinoiy til biriktirib, o'rnatilgan tartibga rioya etmasdan hech qanday ruxsatnomalarsiz dori vositalarini ishlab chiqarish va qadoqlash bilan shug'ullanib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. O'tkazilgan ekspertiza xulosasiga ko'ra ushbu xonadonda kelgusida sotish maqsadida tayyorlangan jami 1600 ga yaqin qutilarda turli nomli vositalar foydalanish uchun ruxsat etilmagan bo'lib, insonning ichak tizimi faoliyatiga salbiy ta'sir qilishi hamda turli allergik holatlarni keltirib chiqarishi tasdiqlandi. Mazkur holat yuzasidan Buxoro tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan gumonlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 186-prim 3-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi holat yuzasidan esa dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Soxta dori-darmonlar savdosi odamlar sog'ligini jiddiy xavf ostiga qo'yishi bor gap. Shunday ekan, bunday faoliyat yoki xatti-harakat uchun albatta qonun oldida javobgarlik belgilangan.